Mana o'zimdan ham chiroylilarim, mana Dilso'z Fashion ko'rsating videoni. Endi yaqinroq keling. Tovarlarimizni soni bor, sanog'i yo'q. Bu yerda butun bir armiya ishlaydi. Mana tovarlarimizni ko'rsating videochi. Hamma tovarlarimiz chet eldan, Xitoydan keladi. Kimdir buniki arzonchi deydiganlar. O'zing arzonchi odamsan, qo'y kallang ishlamaydi. Shu uchun ham faqat ichingdan negativ chiqadi. Bizlar kallamiz yaxshi ishlaydi. Ayamiz, dadamiz yaxshi mehr bilan Allohdan so'ragan, shu uchun bergan. Sanga o'xshab chala tug'ilmagan bizlar. Mana chiroyli shubalarimni hammasidan bor. Original shubalar, biznes boshlamoqchi bo'lgan biznes lady bo'lajaklar. Sizlar uchun tovarlarimizda hammasidan bor. Bu yilni postoyanniy shuba sotadim deb o'ylamanglar. Bahorga yangi original eng zo'rlar bo'ladi. Butun boshli armiya ishlaydi. Mana aravachilarda o'zi 40 ta. 40 ta. Prodavisda o'zi hamma do'konimga 76 ta. Buni o'ylab qarasam, juda ham yaxshi, chiroyli haq beradigan tadbirkor ekanman. O'shaning uchun xaridorlarim ko'p ekan. Albatta, tadbirkorlarni ko'paytirish kerak. Boy odamni boyitish kerak emas, yo'q odamni boyitish kerak. O'shanga Allohiy adolat sizga eng zo'rlarni beradi. Ha, oyijon beraymi? Sizga arzon beraman. Olmasangiz noroziman endi. Olasiz. Chiroylilarim sizlarni ko'plar yaxshi ko'raman. Muncha gapga chechan, muncha gapirish ko'p biladi deydiganlar. Gapirish kerak. Duduqlarni bo'lsa ham gapirish kerak. Gung bo'lsa ham, imo-ishora bilan bo'lsa ham gapirish kerak. Chiroylilarim, birinchi o'ringa martabangiz ulug' bo'lishini, farzandlaringiz yuksalishini xohlasangiz, o'zingiz yuksaling, keyin ularga bera olasiz. Sizlarni ko'plar yaxshi ko'raman. Dilso'z Fashion xizmatingizga.